O'zingizdagi bo'lgan holat haqida biroz gapirib bersangiz, kuzatuvchilarimiz uchun manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Men shu 2 yil oldin shu oyog'imni qayrib oldim. Og'rib, gipsda yurdim. Nima tashxis qo'yishdi o'zi doktorlar? Rentgen qildirganingiz yoki MRT qildirganingiz? Ichida pardasi bo'lar ekan-ku. Shu pardasi so'kilibdi dedi. Keyin shuni telefonda ko'rib qolib, bularga lekin telefon qildim, nimalar. Bir oydan keyin tavsiya beruvdi, bir oy ichdim. Yaxshi, effektini bildinglar dedik. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, Farbiddin akani o'zlaridan eshitdilar. O'zlaridagi bo'lgan holatni to'laqonli tushuntirib bera oldilar degan umiddamiz avvalambor. Zero bu reklama emas, sog'lig'ingizga e'tibor bo'ling. Afiya kompleks, bo'g'im og'riqlarsiz hayot. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Mana bugun biz Andijon viloyati Asaka tumani Boy mahallasidamiz. Bemorimiz Farbiddin akani oldilariga keldik. Ya'ni bugun o'zlarida bo'lgan o'zgarishlarni biz bilan bo'lishish uchun chaqirdilar. Xudo xohlasa, inshaalloh mana bu pas suhbatlashamiz. Davomini o'zlaridan eshitasizlar inshaalloh. Farbiddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor bizni yo'q demasdan chaqirganingiz uchun rahmat. O'zingizdagi bo'lgan o'zgarishlarni sizga o'xshagan boshqa bemorlarimiz bilan bo'lishishga rozi bo'lganingiz uchun ham rahmat kattakon. Bu jamoamiz nomidan sizga kattakon rahmat. Avvalo Alloh dardlaringizga komil shifo bersin deb duo qilamiz. Hamisha hech qachon kasal bo'lmang inshaalloh. Albatta. Hamisha ham kasal bo'lmasin. Inshaalloh duodamiz hamisha. Endi Afiya kompleksni iste'mol qilibsiz. Shu narsa uchun keldik aslida. Nima sababdan iste'mol qilganingiz haqida, o'zingizdagi bo'lgan holat haqida biroz gapirib bersangiz, kuzatuvchilarimiz uchun manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Men shu 2 yil oldin shu oyog'imni qayrib oldim. Og'rib, gipsda yurdim. Keyin shuni telefonda ko'rib qolib, bularga lekin telefon qildim, nimalar yo'nalishdi, sizlar kompaniyalar. Bir oydan keyin tavsiya beruvdi, bir oy ichdim. Bir oy. Shundan keyin lekin nimasi og'rib qolib, yurishlarim ham yaxshi bo'lib qoldi. Ya'ni 30 kunning ichida. 30 kun ichida. Yaxshi, Xudoga shukr mana. Demak, sizni tushunishim bo'yicha suyak yemirilishi yo'q, prosta qattiq nagruzka travma orqali qayrib olgansiz tizzangizda. Juda ham kuchli og'riqni hisobiga keyin lecheniyalar olishni boshladingiz. Ya'ni boshqa dorilar bilan qo'shib iste'mol qildim deyapsiz. Doktorlarimiz yozib bergan kurs lecheniya bilan birgalikda qo'shimcha. Birgalikda. Nima tashxis qo'yishdi o'zi doktorlar? Rentgen qildirganingizda yoki MRT qildirganingizda oddiy qayrilish, travma olish deyishdimi? Shu qayrilish ichida pardasi bo'lar ekan-ku. Shu pardasi so'kilibdi dedi. Meniskda. Endi bunaqa masturga dedi, bir ikkita dori yozib berdi, sizlarga qo'shimcha qilib, sizlardan lekin iltimos oldim. Ularni ichib yaxshi, effektini bildinglar dedik. Effektini bildingiz, xayrli bo'lsin, xudo xohlasa. Ungacha sizda bo'lgan kasalliklar bo'lmagan, qayrib olishigacha. Yo'q, bo'lmagan. Ya'ni doktorlarimiz tushunishim bo'yicha meniskdagi pardada yirtilish deb bergan. Hozir bezovta qilyaptimi, yo'qmi? Yo'q, hozir bezovta qilmayapti. 1 oylik kurs lecheniya, qo'shimcha kurs lechenalar bilan birgalikda iste'mol qilganingiz uchun 1 oyning o'zida juda ham yaxshi rezultatga erishgansiz. Yaxshi eshitdik. Alloh xayrli qilsin. Sizlarga ham rahmat. Inshaalloh kasal bo'lmang, xudo xohlasa duo qilamiz. Rahmat, salom. Endi sizdan bitta narsani so'rab qolardim, agar yo'q demasangiz, sizga o'zingizga o'xshagan bemorlarga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Endi mayli olib ichib ko'rsin. Mana men foyda qildim. Ularning meni anaqa bir jinni tizzalari og'rib yo yemirish bo'lmagan bo'lsa ham, shu olgan taqdirda ichib yursa bo'laverar ekan. Ziyoni yo'q ekan. Foydasi bor ekan. Xayrli bo'lsin. Foyda qilsin. Foyda hammaga ham qilib shifo bersin. Bizdan ixlos qilib ichish kerak hamma narsani. Ixlos, albatta. Birinchi o'rinda ixlos qilib ichgan odamga ixlos qilib zahar desangiz ham foyda qilib ketadi-yu. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xohlasa, ijobiy fikrlaringiz uchun sizga Farbiddin aka rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh kasal bo'lmang, duodamiz hamisha. Sizlarga ham rahmat. Xudo xohlasa. Bizning kompaniyamizdan ko'nglingiz to'qmi? To'q, yaxshi. Rahmat sizlarga. Xastalarimiz yaxshi. Yaxshi. Xabar olib turishib. Telefonlashib turibmiz hozirgacha.
aloqadamiz hozirgacha. Alloh xayrli qilsin. Ko'nglingiz to'q bo'lsa, bizni kompaniyadan rozi bo'lsangiz, shuni o'zi kifoya bizga. Rahmat sizlarga ham. Inshaalloh. Rahmat. Hammasizlar ham shu bemorlarni shifo beraylik deb yuribsizlar-da. Xudo xolisi. Og'riqni yengil qilib. Albatta, Rahmat. niyatimiz insonlarni qisman kasalligini yengillashtirish uchun, og'riqlarni kamaytirish uchun, salomatligini qayta tiklash uchun hissamizni qo'shish. Rahmat sizlarga. Hamma ham shilib qilayotgan ishlarga Xudo ham omadliklarini bersin. Inshaalloh. Xudo doim yo'llarini ochiq qilsin. Xudo xohlasa. Bitta duo qilib berasiz, maylimi? Bo'pti, bolalarim. Tinchlik bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu qilib bemorlarimizga Alloh shifo bersin. Dardini bergan Xudoyim shifosini ham bersin. Sizlar ham qilayotgan ishlarga Allohim yo'llarini ochib, sog'-salomat o'ynab yuraveringlar. Mana vodiyga kelibsizlar. Mana vodiy ahli bilan gaplashayapsizlar. Sizlarga ham rahmat. Va bilan aloqada bo'lib turishimizga Allohdan so'raymiz. Inshaalloh. Bemorlarimizga Alloh shifo bersin, tinchlik. Allohu akbar. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, Parpiddin akani o'zlaridan eshitdilar. O'zlaridagi bo'lgan holatni to'laqonli tushuntirib bera oldilar degan umiddamiz avvalambor. Zero bu reklama emas, sog'lig'ingizga e'tibor bo'ling. Afiya kompleks, bo'g'im og'riqlarsiz hayot.